Tushda yig'lash insonni o'ylantiradigan, ko'p hollarda qo'rqitadigan manzara. Ammo qadimgi ulamolar, zamonaviy tahlilchilar va psixologlar fikriga ko'ra, tushda yig'lash har doim ham yomon alomat emas. Aksincha, u qalbning yengillashishi, ichki bosimning chiqishi yoki yaqin kelajakdagi muhim o'zgarishlardan darak berishi mumkin. Islomiy manbalarda tushda yig'lash qanday shaklda ekaniga katta ahamiyat beriladi. Agar inson tinch, ovoz chiqarmasdan ko'z yoshi to'kib yig'lasa, bu gunohlar kechirilishi, qalb poklanishi, duolar qabul bo'lishiga ishora. Ibn Sirinning aytishicha, tushda sokin yig'lash rahmat, baland ovoz bilan fig'on esa ogohlantirishdir. Agar tushda bag'rini urgan holda qichqirib yig'lasa, bu inson hayotida adolatsizlikka uchragani, qattiq ruhiy bosim ostida ekani, sabr qilishga chaqiriq borligini anglatadi. Allohdan qo'rqib tavba qilib yig'lash eng yaxshi tushlardan biri hisoblanadi. Bu inson qalbi tirik, iymoni mustahkam ekanidan dalolat. Agar Qur'on tilovati yoki duo vaqtida yig'lasa, bu ruhiy yuksalish, ma'naviy poklanish belgisi. Zamonaviy ta'birlarda tush inson ong osti bilan bog'liq deb qaraladi. Tushda yig'lash ko'pincha ichga yutilgan alam, aytib bo'lmagan dardlar belgisidir. Agar inson real hayotda kuchli, o'zini bosib yursa, tushda yig'lab chiqishi mumkin. Bu holat endi yengillik kelishi, ruhiy yukning kamayishiga ishora qilishi ham mumkin. Qiziq jihati shundaki, ko'p hollarda tushda yig'lagan inson uyg'ongach o'zini yengil his qiladi. Bu ruhiy tozalanish jarayonidir. Psixologik nuqtai nazardan tushda yig'lash stressni chiqarish mexanizmi. Shuningdek, tushda yig'lash bosilgan his-tuyg'ular, kechikkan Psixologik nuqtai nazardan tushda yig'lash stressni chiqarish mexanizmi. Shuningdek, tushda yig'lash bosilgan his-tuyg'ular, kechikkan hissiy reaksiya, hal bo'lmagan ichki muammolar belgisi. Agar inson yaqinlarini yo'qotgan, xafa bo'lgan, o'zini aybdor his qilgan yoki katta qaror oldida turgan bo'lsa, ong osti bu holatni tush orqali yig'lash bilan namoyon qilishi mumkin. Psixologlar aytadi, tushda yig'lash zaiflik emas, aksincha sog'lom ong belgisidir. Tushda kim yig'layotganiga qarab ta'bir qilsa bo'ladi. O'zingiz yig'layotgan bo'lsangiz, ichki dardingizni tan olish vaqti keldi. Yaqin insoningiz yig'lasa, u inson sizdan yordam yoki e'tibor kutyapti. Bola yig'lasa begunohlik, qalbdagi soflik yoki e'tibor yetishmasligi. Marhum inson yig'lasa, duo va sadaqaga muhtojlik yoki sizdagi vijdon hissi. Tushda yig'lashni har doim ham yomonlikka yo'yish to'g'ri emas. U islomiy talqinda rahmat va tavba, zamonaviy talqinda yengillanish, psixologik jihatdan sog'lom hissiy chiqishdir. Eng muhimi, tushdan keyin inson o'z qalbiga nazar solishi, nima uni qiynayotganini o'ylab ko'rishi lozim. Chunki ba'zan tush Allohning ogohlantirishi, ba'zan esa qalbning o'zi bilan suhbatidir.